Ishni nimadan boshlaymiz? Eng birinchi tomga bitta shobrani olib chiqamiz. Panelni necha gradusga qo'yish uchun mana bu doshkalarni uzunligini bilib olish kerak. Oyog'ini. Buning uchun mana bu narsani обязательно 140 sm qilib olamiz. Agar yetmasa, orqasiga ozgina taxta ulab olsanglar ham bo'ladi. Ravno 140 sm bo'lsa. Keyin bunaqasiga o'lchaysizlar. Oldin gradusga qo'ya olasizlar. Telefonda programma bor. Mana o'sha programma. Necha gradus Toshkentda 30 dan 33 gradusgacha telefonni qo'yib turib, o'sha gradusga qo'yib olasizlar. 31 gradusga qo'yib qoldim. Keyinchalik ozgina burab to'g'rilasa bo'ladigan joy qilib ko'rsatib o'taman. Xo'p, buni santimetr o'zgan metr 140 bo'ladi. Ma'muliki tominglar gradusiga qarab turib o'zgaradi. Menda bu 70 sm bo'ldi, 30 sm bo'ldi. Agar mabodo panelni balandroq ko'tarmoqchi bo'lsangiz, o'sha 10 sm dan qo'ysangiz bo'ladi. Ozgina ko'tarasizlar. Bu qachon kerak? Tominglar tor bo'ladigan bo'lsa, oldi qator orqaga soya tushiradigan bo'lsa, oldida yana shu 30 sm dan qilasizlar. Orqadagi 20 sm, 10 sm dan qo'shsanglar, bu ko'tariladi, soyadan tepaga qochadi. Orasida ozgina zazorli hisobiga soyadan yutib o'tasizlar. Tomdan o'lchamlarni olib qog'ozga yozib tushgandan keyin metallarni shunga qarab kesib olamiz. Shunda uzuni 140 sm bo'ldi. Agar 720 li panel ishlatadigan bo'lsangiz, 150 sm qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda yana qo'shimcha yarim metrli metallarimiz bor. Bu yarim metrli metal konstruksiyani kuchaytirish uchun kerak bo'ladi. Har bitta panelni 115 sm dan hisoblaysizlar. Misol 6 ta panel qo'ymoqchi bo'lsanglar, 690 sm bo'lsa, sizlar 700 qilib qo'yasizlar. Sababi ozgina zazor qolishi kerak yonida. Mabodo panelni joylasha olmay qolsa, 10 cm zapasiz bo'lishi kerak. Birinchisini shunaqa qilib svarka qilib olgandan keyin devorga taqab turib, mix bilan tizib qolip olib olasizlar. Mana chiziqlari bor. Hamma tarafidan qolip olasizlar. Hammasini shu qolipga qo'yib turib, svarka qilib chiqasizlar. Hamma noshkalar bir xil bo'lmasa, keyin qiynalasizlar, joyiga tushira olmaysizlar. Boyiga qo'shimcha yarim metr metalim mana shu joyini usilit qilishga kerak bo'ladi. Ikkita relsni shunday qo'yib, bu yoq boshidan svarka qilasiz. Xuddi shuni naryoq olgan rels qo'yib turib, svarka qilinadi, qotadi. Svarka qilgandan keyin mana bu o'ynamaslik kerak. Yaxshilab tekshirasizlar. Svarkadan keyin tayyor holatda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Karkasni zangini qum qog'ozda ishqalab, ketkizib, 2 qavat kraska urdik, 1 qavat kamlik qiladi. Karkasni tegi relsini kraska qilinadi, lekin svarka qilmay turiladi. Keyingi videoda cherdedan turib tomni usilit qilib, shiferga umuman tegmaydigan qilib, panelni karkasini o'rnatishi, qotirishi, PV kabellarni ulashi videoga olib ko'rsatib beraman. Bugun ulgurmadim, vaqtim bo'lmadi. Like bosib, podpiska urib qo'yinglar. Keyingi videoni o'tkazib olmanglar.